Oybek, yaxshimisan? Tinchlik? Ha, kelyapsan, telefon olmasdan. O'tim o'chib qolibdi. Kechasi asabiylashib ketding. Endi bo'lib turar ekanda. Nima qilamiz dilim? Nima qilamiz? Boramizmi yana oldiga? Qo'yinglar. Men kechasi bilan o'ylanib chiqdim. Shu narsani to'xtataylik. O'rtoq, kecha bir oddiy shikalat bilan bordik. Bugun bir kattaroq narsa bilan boraylik. Eylar, qo'y, yur, ovqatlanamiz. To'xta, Oybek, qo'rqoqlik qilyapsan, ha? Sevgan inson oxirigacha kurashadi. Men sen uchun oldingda turib beraman, o'rtoq. Eng yaqining men bo'lsam, oxirigacha boraman, o'rtoq, sen uchun. Xullas borib, menda zo'r reja bor, ishon. Bu safar aniq ishonam. Qalay rejam, zo'rmi? Qo'ya qo'yinglar, qilmaylik shu narsani. Oybek, unaqa demasangchi, o'xshaydi mana shu ishimiz. Xo'p, nima qilamiz bu yerda? Bu tilla magazin, o'rtoq. Bitta tilla olamizda qizga beramiz. Qiz oqadi, bo'ldi. Pulim yo'q men tillaga. Kecha oylik olding, Oybek. Men aytdim-ku senga oylik nima qilishimni. Uydagilarning to'g'risiga kerak-ku pul. Uydagilar qochib ketmaydi. Bu ishni hal qilaylik birinchi, boshlagan ishimiz. Qani pul? Bardichoq. Mana. O'rtoq, ishlar hammasini o'zim hal qilaman, bo'ptimi? Sen ko'nglingni to'q. Telefon qilaman senga. Salom dilim. Yana sizmi? Ha. Haligi gul magazin yopiq ekan, o'rniga sharob keldi. Siz meni yosh bola ko'ryapsizmi? Nimaga? Baxtli insonlarga doim shar berishar ekan. Shunga sizga ham sharob keldi. Mana. Mayli. Shu kungi shokoladlar ichida bittasi qolib ketibdi. Shuni ham olib keldim. Endi rostdan ham men yosh bola ko'ryapsizman. Birinchidan shirinlik yemayman. Bo'pti, qarang. Agar ichidagi o'yinchoq sizga yoqsa, men bilan so'zsiz kofega borishga rozi bo'lasiz. Agar yoqmasa, men siz yo'lingizdan boshqa chiqmayman. O'yinchoq. Mayli. Bo'pti, kelishdik. Mana. Ber. Uzuk. Qalay, ketdingmi kofega? Menga yoqmadi sovg'ingiz. Bo'pti. Mana. Mayli. Sog' bo'ling. To'xtang. Qayerda yaxshi kofe bor ekan? Bilasizmi? U Santi parola bering buni olib. Zo'r kofe qiladi, ishga boramiz. To'xtang.